Yangilikni uydari do'stlar, endilikda kambag'al oilalarning a'zolariga 15 million so'mdan 30 million so'mgacha imtiyozli kreditlar taqdim etiladi imtiyozli davri bilan. Ushbu xabarni barcha tanish-bilishlarga maksimum darajada yuborib qo'ying, albatta foydali bo'ladi. Qaysi banklar beradi deydigan bo'lsangiz, ikkita bank beradi. Xalq banki hamda Mikrokredit bankdan borib murojaat qilsangiz bo'ladi. Qaysi maqsadlarda beradi deydigan bo'lsangiz, quyidagi maqsadlarda beriladi. 15 million so'mlik kredit bitta notebookni sotib olish uchun 5 yil muddatga 2 yillik imtiyozli davri bilan beriladi. Ikkinchisi esa 30 million so'mgacha beriladi. Faoliyatingizdagi asosiy vositalarni sotib olish. Misol uchun ko'chma do'kon sotib olishingiz mumkin yoki skuter sotib olishingiz yoki moped sotib olishingiz mumkin. Mana shunday vositalarni sotib olish uchun 30 million so'mgacha bo'lgan kredit ham 5 yil muddatga bo'lib to'lash sharti bilan beriladi. Qanday murojaat qilaman deydigan bo'lsangiz, to'g'ridan-to'g'ri ikkita mana shu Xalq bank yoki Mikrokredit bankka borib murojaat qilishingiz mumkin. Agar bu banklarga bora olish imkoniyatiga ega bo'lmasangiz, unda mahalla yettiligidan birortasini yordami asosida maxsus platforma bor. Mana shu platforma orqali murojaat qilsangiz bo'ladi. Bizangiz bir ish kuni davomida ko'rib chiqiladi va ko'rib chiqish yakunlari bo'yicha hattoki joyiga chiqib ham sizning holatingiz o'rganilishi mumkin hisoblanadi va o'rganish natijalari bo'yicha sizga kreditlar ajratib beriladi. E'tibor bering do'stlar, bu imtiyozli kredit imtiyozli davri bilan juda ham yaxshi imkoniyatni taqdim etyapti. Buning huquqiy asosi qani do'stim? Mahallaga chiqsa yo'q deyapti-yu deydiganlar uchun Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 30-sentyabrdagi 612-sonli qarori hisoblanadi. Qarorning to'liq matnini bosh vazir tomonidan imzolangan matnini mana bu joyda hozir chiqadi. Telegram kanalimga joylaganman, o'tib bemalol tanishib olishingiz mumkin. Ushbu xabarimni barcha tanish-bilishlarga maksimum darajada yuborib qo'ying, zero o'zlarining faoliyatini boshlash uchun, muayyan bir hayotda o'zini yo'lini topish uchun ushbu xabar albatta siz tufayli unga foydasi tegib qolishi mumkin. Va bu xabarni yo'qotib qo'ymaslik uchun o'zingizga saqlab qo'ying va Kaminaning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga albatta obuna bo'ling.